Savol: nima uchun Allohim yaratdi insonlarni? Yeb, ichib, uxlash uchun yoki ibodat uchun? Ma'no bormi yeyishdan yoki ishlash, uxlashdan? Yaxshilab o'ylab ko'ring, aynan mana shu bugun. Yemoqdan maqsad nedir? Ishlash uchunmi quvvat? Yaxshi ichir va yedir, farzandga shumi niyat? Yo'q, bundan ma'no chiqmas. Bu mo'minning o'yimas. Kim shunday tor o'ylasa, Robbisini tanimas. Dedi Alloh bandamni yaratdim ibodatga. Meni yaxshi tani deb chorladim itoatga. Qil otangga, onangga qancha bo'lsa yaxshilik. Qilma ne ish buyursa, ularga hech qarshilik. Mening uchun yashagin, gunohlarni tashlagin. Kechalar tur qiyomda ko'zlaringni yoshlagin. Rasulga qil itoat, ozorlarga qil toqat. Farzlarimni bajarsang, beraman senga jannat. Joynamoz sol, ilm ol, Qur'on o'qi bemalol. Luqmangni qilgin halol, shunda jannating tayyor. Osmonga boq, yerga boq, tafakkur qilgin ko'proq. Behuda yaratmadim, hatto bir dona yaproq.